Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Allah'ın güzel salamları sizlerge olsun. Ramazan'ın ahirki 10 günüde Kadir keçisini arzulap tünevatkan, ibadet kılavatkan ve bu ahirki mağfiret günüde Allah'ın rahmetini tilavatkan qarindaşlarımızga Allah tilegenlerini nisip kıysun. Qadırlı qarindaşlar, Allah bizni yana bir qitim mulaqat qılıvatıdı. Bununla üçün Allah'a hamdlar olsun. Görüvatkanlardak mavzumuz yaqin təsiratlarım. Bu zaman her bir ta'sir qilgan vaziyetimizde bana ta'sir qilgan bir narsalar haqida ilib qo'yaptikanman ancha-muncha. Şunlaşqa bunun baş ahiri hali uzun so'zlupti. Bu yarım yıldan mı köprek vaqtdan beri uftuluq bir cümle iki cümle ilib qo'ygan bir ta'siratli ekan, unutilib ketibdi men buni. Tuyuqsiz qarshimga chiqib qoldi. Qarab baqsam so'zlashga tegishli taraflarim borki. Şuna buni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Bu yarım yıl, belki yarım yıldan köprek vaqtdan beriki ahval. Şunun üçün ba'zi ima qilingan ishlar bununla dalalet berdi. Mesela şunda başlaptikanman oldingi videoda odam psixikasidagi yuchuqlarni so'zlagan to'q. Bu insonlarning psixikasida yuchuqlarning bo'ladiganligi, teşvikatның mana shu yuchuqlarni nazar tutib qilinadiganlik haqidagi video oxirdan sanaganda balki 5-ci video bo'lishi mumkin yoki 6-ci. Shu vaqtdagi gaplarkan bu. Yaqinqi hayotimizdan ilingan misollar tufayli qon to'xtatish dorilarga talab jiddiy ortgandek his qildim keyingi chog'larda. Xuddi shu videoda deganimdek po'qi bilan bulmiqini aralashtirish usuli. Mushu qonimlarning, ya'ni bir yerlari qanab ketayotganlarning dardini ilishga uringandek qiladi. Ya'ni bir qarasangiz bakli uqumishliq odamlar, bak chonqur tafakkur egillaridek tuyuladigan bu odamlarning birdilla ko'zni yumib qilayotgan munosibatsiz selishtirmalari, tuhmatları, aqya dilla teplan bir gapni shu hukm xarakterida o'tirg'i tashlashlari xuddi hech nima tushunmaydigan eshak-kalla abgalardek tuyg'u beradi. Bir qarasangiz uqumishliq tuyg'u beradi, bir qarasangiz eshak-kalla. Ya'ni tushunib turib bu gaplarni qilish bek sat turadigan shu o'g'achqa bir tushungan odam anda gaplarni qilsa sat turishi rostku. Qasdan ta'tirdan chiqish
asarrak usul. Aşında tuyulup da buluğa. Kasten tätirden çıkış, yani üzüge kolaylık olan bir muhit yaratış gerek. Reallıkны burmulap, hakikatның yüzüge patkak sulap, bir özgertiş ep berip, endin onunğa hücum kıladigan gap. Reallıkның üzü epkenmeydi hücum kılışka. Şoňlaşka muşunda poku bulmakyny aralaşdyryş usullary bilen harmay talmay milletimiz içinde köreş kılıvatkan Xitayny tamamen unutkan halda. Yani köreş kılıvatkan kahramanlar nazar tutuludu bu yerde. Hatta Wang Kemper'nin advokatlıkını kıygan toplamı müşküllerde yaki bir az ilgiriki vakitlarda İslam çıtonu kiyip çıkkallıkı. Nimen üçendirdi bu? Bizde İslamçı buluverişinin ne kadar asallıkını delilleydi. Yani ağzınızdan İslam'ı düşürmeseniz de bitti. Bazı İslam çimperdi astığı yaşarılan Xitay suikastlarını tılgı elişmi İslam düşmanlığı bulup suretlendiğin derecedeki acayip İslamçılık. İşçi bekarlangan İslam degenimizin delmanışı. Suriye'deki mücahitler karta alkışlar yanırap ketkenliki alayda dikkat dağıtıdı. Bu alkışlar hazır toxtadı o. Çünkü reallık hem de bek septürden de yana hem de cevap çağım tursa. Şularning topidan bezar bulup qaytib chiqqan bir muncha adamning aslimillari var. Aş İslamçı toplardan bezar ola, uning İslamçı emasligini öz gözleri bilan görüp, ulardan ayrılıp qaytib chiqqanlarning bir muncha aslimillari var. Körüslik üstüde. Birdilli Şarkı Türkistan'ın kurallık güçleri bulup ton yengüşligen ve ilgirden ulağı bek yakınlıkı bilinmegenlerinin birdilli ulağını Şarkı Türkistan cançılları dep sifatleşke medya yanırtışkı başlaganlığı alayda dikkat dağıtıdı. Tehi yakın kıça bütün dünyanı İslam bilen şereflendiriş vazifesini minensigenler Emde Ebdebeşirisini yuşaralmaydıganlığı küzü yetkenlikten bir dilli ton yengişlep çıksa bunun kimle aldındı? Şundakla on minglarca adamның Şarkı Janub Asiya ellerge keçip çıkışıdan ibaret komediyalik unkiliş hakkıdaki gumalla kay sebeple yok çıktı? Nemiş ki yok çıktı bu? Elbette yukarıdan buyruk tapşırıvaganlar aldığını da yani işengen bulup çünkü onun işiniş vaziyet kılıp tapşırılgan bolgandyken işengen bulup görünüşke mecbur. Türkistan İslam Partisi Suriye'deki özgürlüğü körüp yetti ki ulanın fantaziyalı hiyalları bekle hamaketler çekti. Suriyelik sepdaş mücahitlarımı ulağa hehu deyişidigandek emas. Öz devletini qayta qurishga merkezleşidigandek. Hatta çoğ şeytan dep kelevatkan Amerika bilenmi yaxşı hop buluşka mecbur vaziyette. Görünüvatıdı ki, ulu bizge eşeniş emas, üzüdün, hiç eşenanmaydı üzüdün. Suriye'de tinişlikning eslik geliş ihtimallığı bek uzak. Çünkü Kürtler kural taşlamaydı. Bu devlet intayın insafsızlık bilen atılıvatıdı. Suriye Arap Cumhuriyeti. Oylanla. Bu yerde Arap olmagan bir muncha etnik gruplarını yok çıkarıvatıdı. Arap Cumhuriyeti'de. Bunundaki Arap'ni eli ötüş gerek insaf olsa.
U nim farkı? Esed'den nim farkı bunun? Esed itiraf kılmagan başka etnik gruplar. Arap olmaganlarını hiç itiraf kılmagan. Kimlikini mi tanımagan. Hazır yana Arap Cumhuriyeti değilse Esed'den farkı yok. Andağıken başka etnik gruplar kural taşlamaydı. İçki uruş davamlaşıdı, kalaymıqançılık tinchimaydı. Qaysi vaqtda bular ha-hu qilib Sharq Turkistonni ozod qilishib turdi. Uning ustiga bu qurolli kuchlar hozir tugidi. Ya'ni Suriya armiyasi bo'ldi endi. Endi u Suriya armiyasining bosh qo'mondoni nimaga buyursa shuni qilishga majbur. Tabiiyki o o'zining ishtiga yerda bir qismini berib Sharq Turkistonni ozod qilinglar demaydi. Mana shunday. Endi Suriyalik sabdaşlar çoğun şeytanın Suriye'de kılışığı karşı yani Amerika'nın Suriye'de kılışığı karşı uruş açalaydıgandek kılmaydı. İsrail'e mi uruş açamadan? Eksçe İsrail'in ızçıl düşmanı olup gelevatkan Livan'daki Hizbullah'a uruş açamadı. Bu halda her qancha ishakkalli bo'lgan taqdirdami dunyoning yo'sig'ini, davlatlar munosabatini, xalqaroning tutumini his qilmay qolmaydi-da, mana shuning bilan to'llarini yengushlashga majbur bo'ladi. Ammo bu tahi og'zidagi shu bor. Bizning o'zgarishlari. Ularning aslida maydonga chiqishdagi shu buyuk laflarni tamoman o'zgartganligiga qanday ishonsak bo'ladi? Özgürüşler faqatla ham xiyollar dunyosida kezayotgan Uyg'urlarni aldash uchunla sirtqi qaritib qo'yib bergan tutakparda bo'lishi aniq. Ichidagilar bilan hala shu burunqi cho'ng gaplarni, buyuk nishonlarni deyishadigan bo'lsa kerak. Suriya davlat bayrog'imi kalimi shahodat yozilmagan bayroq bo'ldi, ko'rdinglar. Bir qarasa hech kim bizninkilardek esil islomcha emasmikan nima? Deb qag'idakli ya. İslamni oyoq tutib turib atqanlar mushu bizninkilar juma degisini keltirdigandekmi qiladi. Chunki bizdagi bayroq talash tortishlari toki 97-yildan, ya'ni O'rta Osiyodan boshlangan. Shu Hasan Mahsud degan la'natulloh alayhidan boshlangan bu. Rasululloh ko'targan bayroqni ko'tarmasak bo'lmaydi deb boshqalarni kofirga tog'utga chiqarishmadimi? Mana endi Suriyalik mujohidlar nima bo'ldi? Ular boshqa bir bayroqni ko'tardi. Aslida siyosiyni bir oz bo'lsin tushunadigan bo'lsa, ya'ni niyatlarda boshqa shumliq bo'lmasa, har kim Suriyadagi hokimiyatning yiqilishi va yangi hukumatning inshosi boshlanayotgan bu davrdagi ahvollardan siyosatning nimaligini, xalqaro munosabatlarning nimaligini bilgan, aqllangan bo'ladi. Kofirdan yordam tilamaydigan, kofir bilan hamkorlashmaydigan, haliqidek parlaq aql sopliqidan olmasga o'xshaydigan ajoyib imom mas'uli sifatida sunilgan bildirlashlarning na islomda, na dunyo hayotida o'rni yo'qligini ko'rib yetgan bo'ladi. Balkim navbatdagi dog'dug'larga qistirilgan yangi kimliklar Sharq Turkistonning armiyasi turidiki, mana shu reallikni tunib yetishning ifodasi bo'lishi mumkinmi? Yoki ularni yo'lbosga minib qilish vaziyatidan qutuldirib, yo'lbosdan bilindirmay tushivelishlari uchun qo'yib berilayotgan sho'ti bo'lishi mumkinmi? Xitoyning qochib chiqish projesida o'tira yo'ldagi kutuvog'ichilik rol o'ynaganlar. O'tir musofada Xitoyning qochib chiqish projesining o'tir musofada
kütüvagıçılık rolu oynaganlar. Yani Tayland, Malaysiya ticaretida pul topganlar albatta ularning chapanchiligini qilsa ajablanguchiligi yo'q. Chunki bu buyuk asarning yaratquchilaridan birisi. Kimning kim ekanligini ko'rishimizga uzoq qolmagandekmi qiladi. Bu biz Sharq Turkistonliklar uchun nihoyatda murakkab bir davrdek qiladi. Shaytonlar avvallaridan cho'g'dib chiqyotadi. Hammasining qo'lida islom kunligi bo'lg'achqa, ozdirish potensiali bek kuchli. Qarindoshlarimni diqqatga chaqiraman. O'ngimizdan, o'ng tarafimizdan hujum qilayotgan shaytonlardan bahs olaydi. İmkaniyeti yar bergen qarindoshlarning Suriyada bir mezgil bo'lib, keyin cho'ng jamoatdan ayrilgan qarindoshlarning ta'sirotlarini birinchi og'izdan anglab beqishini tavsiya qilaman. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytonning sharridan panoh tilayman. Endi o'z ishimizga kelaylik. Yani Suriye teşedeki baş kişilerimizga kanıtıştın huzur alıdığanlıkımni bula bilmeydigandek kılıdıma kanavat kallar. Şuna kanıtışını devam kılayverişini karar kıldım. Hazırkılar taraftarlıkı tüpeydinden lilla bahane berelmegen bilen kelgüsüdeki evlatlar elbette lilla baha beriş çıkım. U çağda bu biçarlarga işağırtış arlaş, lanet deydiganlıqını mı tasavvur qilgan bo'ladi. Pokni usuruq bilan yeb degan tamsildikisidirmi bir xil bicharalarcha urinish jarayonini tasvirlaydi. Shu tamsil bicharalarcha bir urinishni tasvirlaydi. Yoqqili bo'lmaydi bo'lmasa, ammo tirishidi bicharalar. Xitoyga tekkenlerinin kötemiçilleri birdilla İslamçı bulup, İslamның qoğduqçıları mevqiyasida gap qilgan bo'lsa, bunga nima degilik? Faqat kulibli qo'ygulik. Chidamaslik bilan qilinadigan gaplar normalda bek oson bilinib qoladigan bo'lg'achqa, bu kuchinishlarga qarab ish chaqirtishga majbur bo'ladi kishi. Bu qadar kuchinishlarga vatandagi chaqda nima deyiladi? Yodinglarda bormi? Tug'ib etmagan deyiladi o. Ba'zilar, hozircha ba'zilar deb turay. Hukumatga qarshi qahramonona kurashlar bilan cho'qim tarixga yozilgusi. Bo'libmi, yo'qilayotgan bir millatda yurtvozlikni oshkora holda o'tirg'i chiqarishdek bu buyuk xizmati bilan cho'qim xotirlandi. Gerçi hazırgıç tılgı ağıdek kol bilen tutulur şekilde hiç kandak bir işi bulması mı? Bu iki töhbisi unutulgusuzdur. Bulardan başka tılgı ağıdek birer hizmetini esleyemedim. Eğer esleyeligen bolsanlar dep bakınlar. Fakat yoğun gepleri heli badek durdu. Mesela meydanga münazirge çiğlap adam qo'rqitish odati bor ekan ba'zilarning. Men bundaqlarga burun bir qitim Shayx Saidining bir so'zini naql qilib tushuncha bergandek yodimda. Bir munozirada haqiqat tarafning yengib chiqishi notayin. Shundaqla bilimlikning yengib chiqishi notayin. Ammo gapdan biri cho'qim yengib chiqadi. Shu vajidan Shayx Saidining so'zi shu yerga tushadi. Aql odam bir top chuprandilar orasida so'zini aqtaramasa ajablanmagili. Chunki dumbaqning gumbirlishi tambirning ovozini anglatqizmaydi u. Hamda samsaqning turg'i ambarning hidini besib ketadi u. Shayx Saidining so'ziga mos qilib men bir jumla qo'shib qo'ygandim. Eshakning hangrishi bulbulning ovozini besib ketadi u. Yana bir amaliy misolni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Atışda Heytxan degan bir ayol bo'ladi. Atışlıqlarning hammasi bu ayolni biladi. Ma'mtuminala aslimisida bu ayolni tilg'abdi. Bu danliq ayol
Şundaq bir ayol ki, agar uning bilan tegishib qolsangiz, gap tirkishib qolsangiz, mening haqdi deb xomxayol qilib deyish bo'ltami. Eng yaxshi chora qechish. Buni Heytxonni biladigan har bir yurtdosh bek obdan biladi. Heytxon bilan gap tegishib oyog'idan chiqqili bo'lamdigan. Alloh saqlasin. Mushuningga qarabla Heytxonni haqliq baholig'ili bo'lamda. Bilarman baholig'ili bo'lamda. Seviye seliştiriş vakı yana bazılarda özmeptulluq. Daimla özünün seviyesinden şəpi birişmi heyran qalarlıq tərəf olub. Bu əxtimi mən burun bir oxuş qıyğandım. O çağdakisi sorunlarda, yani videolarda emas, sorunlarda bir daskan üstüde 6-7 adamın aldıda şu adamlarni daskan qo'lashgan adamlarni og'ziga qaratib olib bilimliklik ko'rik qiladigan ba'zi shaxslarning qilmishidan qishig'im kelganlikdan deganim yodimda. Hayotda doim shunday odamlarga yo'liqamiz. Qayerdan gap qilsangiz shu yerdan chiqadi. Go'yo bilmaydigani yo'q. Olam boshliqidan hayvonotlar dunyosigacha, insoniyatning madaniyat tarixidan hasharotlargacha. Men bu turdagilarni shundoq o'qitish bilan sifatlagan edim. Bir kishining bir ombiri bor. Bu ombarda nimalar bor deb sanagandan ko'ra, nimalar yo'q deb sanagan texmi qulaydekla. Bayashat bir ombor. Eng qadimgi qayoqlardan hozirgi zamonning uchoq kemasining zapchastlarigacha. Eng burungi g'altekarlardan bugungi şoförsiz maşinalarning parçalarigacha. Eng koni istaniklardan bugungi kompüterlik ish o'lchamlik printer parchalarigacha, so'qidan sapangacha har narsa. Siyalkining tahsillaridan so'qining tutqishlarigacha tepiladigan bir ombor. Bu kishi ziyoratga kelgan mehmonlarga omborni ko'rsatib maqtanadi. Kishilar ko'rib haqiqatan mayron qoladi. Yo'q, hazrat. Har narsa bor bu yerda. Nima degan toshqan ombor bu? Ombor havas qo'zg'ashga va maqtanish qildi yaraydi. Lekin nurg'un kishilar buning farqiga bormaydi. Maqtishidi. Shundaqmi? Shundaq so'rashga to'g'ri keladi. Bu ombordagi saqlanmalar, to'planmalardan foydalanib insonlarga jamiyatga foydali biror asbob yasab chiqa olamsan. Hech narsa butun bo'lmag'achqa eng oddiy bir asbobni tutmaydi. Chunki o'xshamagan narsalar bor yerda. Bir-biriga tushmaydi. Hammasidan beparchalar. Endi yana bir yo'q so'z bor. Aningdek boy emas u. Bir yo'q so'z bor. Uning anda cho'ng ombiri yo'q. Faqat odatdagi bir qaznaqi bor. Qaznaqda bir bağlam sugatning teli bor. Qo'vziqini suyib, suvga chilab qo'ygan bir bağlam tal. Ammo bu yo'q so'z mana shu sugat tallaridan bir dona cho'yli to'qib chiqa oladi. Bu cho'ylar bir kishining o'simi ishiga yaraydi. Shunga heliqi bayashat ombor va ombor egasidan ko'ra bunisi ming marta yaxshi va foydalidir. Chunki insonga va jamiyatga kerakli bir cho'yli bitib chiqadi. Yoki bir cho'yli to'qib chiqa oladi u. Qarindoshlar, ba'zi o'zmaptin maqtanchoqlarning polari dabdabillardan esankirab ketmay, uning ash omborga to'plagan koniyin zapchaslari, ya'ni shu bilarmanning ombordagi atalmış varlık biliminden faydalanıp birə faydalıq məhsulat,
Paydalıq məsulat mı demeyle. Hatta atom bombasıdek ziyallık olsunmu? Yanılı bir məsulat işlep çıkaralaydıqallıqı ya ki işlep çıkaramaydıqallıqı qaraşını bu tarafını soraklaşını ügününle. Qarındaşlar. Bunu unutup kalmanlar. Diagnoz koyuş usulü. Eğer düşmanlar, galçılar oltıranmay qalğan bolsa, bu toğru iş qılıvatqanlıqның, ünümlük iş qılıvatqanlıqның diagnozu bola alaydı. Bek küşünü atqanlığa var bu, oturduk çıkıp edip. Mesela kimlik kartığı bolğan karşılıklarda hiç qandaq mantiqilik bir nima yo'q. Sürgün hükümet tarqatqan Şarq Türkistanның milliy kimligi qarşılıklarda mantiqilik hech narsa yo'q. O'ylab baqinglar. Näringi taqashdi? Seni moshuncha bilan sekirtib etgan sabab nima? degan savol ixtiyorsiz aqldan kechadi. Kimlik kartını tanıştırış jarayonida ba'zi shum kishkirtma mazmunlarning ko'taychilib ketdi. Masalan, uchur to'plamoqchi. Xalqni o'qitish uchun. Nurg'un odamlar o'ylab boqmaylar, uchurimizni to'playdi. Kimlikdagi uchurlarning qaysi maxfiyatlik? Qaysini Xitoylar bilinmay qilib, mush kimlik orqali egallashga majbur bo'ldi? Ismingmi? Tug'ilgan yeringmi? Tug'ilgan vaqtingmi? Yashayotgan yeringmi? Qaysi maxfiyatlikda? Yoki erkak kishiligingni bilinmay o'tamdi. Naqadar nomussizlik bu. Bir millat, ozodlikka tashna bo'layotgan bir millat, o'z milliy kimligini yo'qotayotgan bir millatning milliy kimlikka qarta inkosi mushunday bo'lsa, buni normal deyishga bo'lamdi. Xafalik zodi nada? Bu kadar keng ko'lamlik bir ishidan qon ketish, kurash tariximizda misli ko'rilmagan bir ish bo'lib qelyapti. To'g'ri, ishqanayotgan manqurtlarni Xitoy istixboroti shunda qildirdi deganni hammamiz bilamiz. Asallam xulos chiqirmiz. Ammo qag'allarchi? Qag'allarning haqq sahib chiqish majburiyati yo'qmidi? Aqlini ijaraga berib etganmidi? Xitoydan yuqqanmi bu adolat tuyg'usi bo'lmaslik, vijdonsizlik? Sababi nima bu sukutning? Sükut qilayotgan bichoralarni kuzatadigan bo'lsak, bir tiyinlik qimmati bo'lmagan yo'llanmalarga ichi pushmay inkos yozadi-yu, milliy qadriyatlarga hujum bo'layotsa, sukutni tanlab tomosha ko'rishadi. Bu qanday insonlik? Vijdon, adolat tuyg'usi ne ketdi? Xitoylarning xususiyati aslida bu. Buningga yangidan bir qo'shib qo'ygunim bu bugun sözleştin ilgili. Yaqin ahvollarni nazarda tutib, shuni qo'shib qo'yaptiman. Sharq Turkistonlik milliy kimligi nimaga kerak degichilarga ishlaydigan yerdan birisi shuki, Turkiyada Sharq Turkistonlik ekanligiga isbot talab qilib, ba'zi tashkilotlardan ololmaslik tufaylidan Xitoyga qaytirilish xavfiga duch kelganlar bor ekan. Shunday gaplar o'tirib chiqyotidi-ku. Mana shularning Sharq Turkistonlik ekanligini isbotlashga yaraydi-ku. Hech bo'lmasa yo'q deb baqinglar. Da'vochilar yoki da'vochi ko'rindiganlarning bu yana boshqa bir mazmun qarindoshlar. Da'vochi yoki da'vochi ko'rindiganlarning namoyish maydonlarini qizg'inishlarini qiziq bir yangilik ekan. Buni xabaringlar bormi bu shunday ishildi? Turkiyada mustaqillik mazmundagi plakatlarni ko'tardiganligidan surgunda hukumatliklarni chetqishlar bo'lgan. Bu Solining odamlari. O keyni tutdi deb keyniga qisdi.
xuddi AQ'ga inqilob qilishga ruxsat qilinmagandek. Ama Türkiye'deki varmı desek, Avrupa'da meydanını kızgınış, yeni gelip özlerini müstakilçi dep süpetlevatkanlarının bundaq tutumunu kaysı mantıqı bile düşünsek oladigandı. Üzden ayrım kıl demişler. Nede? Kaçan ayrım kılıdı? Namayışlar belgili küllerde kılınıvatıdı. Şundaqtı? Gün okşaş gün tulsa, namayış kılınıvatkan yemi şu ya tulsa, undaqda siz taksir qaysi kunga o'rinlashtirib berasiz? Qaysi yerda qiysi uyg'un bo'ladi? Ruxsatingizdagi mazmunlarni bir o'rtoqlashib aytsangizki, butun xaloyiq ko'rib baqsa. Topladimi, to'rladimi? Her narsa o'rtoqlashilsa, hem baharlansa, qarshilik yo'q ekani, hukumatning bir nimasi ham baharlansila, chataq chiqar ekan. Gunoh bo'ladi ekan. Qanashqa boshlaydi ekan ba'zini. Buningdagi rejini tushunmak mumkin bo'lmagandek, buni qilayotgan odamlarning tushundirmagimi o'xshashiltas. Bunimiz tushuntirib baqsin. Hukumatning gunohi nima? Millatning siyosiy taqdiri mavzusida osiylik bormi? Osiylik qilganlarmi buncha haqir ko'rinmayotgan yerda, aqllanayotgan, chapay yepilayotgan yerda nimishqa buncha o'chmanlik? Hayron qolarlik ahvol. Vicdan egalari so'roqlab baqsin. O'z yüzüden yoki yenidikilardan. Nimishqa bu qadar qilamiz? Yoki nimishqa bunda qilsizlar? Sababini topinglar. Deyishib baqsin. Oshkora sharmandachiliklarga chapay yepish bo'yicha kampaniya qilishib ketadigan kishilarimiz mavjud ekan. Buni ko'rdikku. Mushu yaqin orada ko'rdik bu chapanchiliklarni. Oshkora sharmandalikka chapay yapsa bo'ladi ekan, ammo hukumatga bo'lmaydi. Tehiçe günahının nimeliki eniq ko'rsatilmagan hukumatni qaralashga aran turadigan nurg'un qahramonlar, botirlar, siyosiy aktivlar bor. Bu qanday adolat? Qanday millatmiz biz? Ey qarindoshlar, qanday bir millatmiz? Mush kunda yerim asr ichida Uyg'ur degan tugaydi. Mushu vaziyat davomlashsa yerim asrga qolmay tugaymiz. Aşını qanchangli idrok qilyapsizlar? Qanchangli ko'ralayapsizlar haqiqatni? Hafta oxiridagi Uyg'urcha til kurslari bilan millat saqlanamdi. Aqlinglarni joriy qilinglar qarindoshlar. Tugayotgan bir millatniki bu naqadar nomussizlik ma'lum. Naqadar beshamlik, naqadar chuprandilik. Ovozinglarni kim anglatayotir dunyoga? Bir topni hammaylar o'rtaq ko'zdan tushirdi. Mustaqillik demaydi. Bizga vakillik qilolmaydi dedik. To'g'ri-da? Mustaqillik irodanglarni dunyoga to'xtamay jakalayotgan yana qaysi to'ppa? Hukumatdanmi eshib, uningdanmi ortiqroq, uningdanmi yangroq, uningdanmi kuchli? Kim qila olayotdi? Uni tamamen yo'qotib, uning xotirjam bo'ldiga ishmi? Kuzlikdan jimiqib. Hukumatga hujum qiladiganlarning ko'pchiligi da bir qarab kuzatib baqsangiz, hukumatga kirishga urinib baqqanlar tarixida. Ularning topgan gaplaridan birisi hukumatdagi saviyasiz odamlar degan masxara bilan boshlandi. O'zining texmi bak kağ yaraydiganligini bozorga selish bo'lib, hukumatliklar o'zlarini biz olim deb taqdim etayotgani yo'q.
Seviyesi tüve ekenligini mi obdan biludi. Yani yüzünü biludi. To'ni qanchalik to'qsa yüzünü ko'tarolmaydiganligini biludi. Hayronman. Agar sen o kadar seviyalik olsan, nimaga buni amalda ko'rsatmaysan? Xitoyga qarshi ishlatmaysan, to'xtamay bütün iqtidarın, bütün kabiliyetin, o elik atalmış bilimlerinin hemmini sarf kılıp hükümetke qarshi turasan. Qo'lingda ish keladigan bo'lsa, bugungacha nada qolganding? Heliqi sat gap yana. Bir nimaning tegida qolgan. Goya bularning ish qiladigan saymonlarini hukumat egallab olgan. Saymon yo'qlanmayapti bular. Hukumat bulardan tashkil topsaydi, saymon qo'liga kelsinlar, ishlardan o't chiqarib yetadigandik. Qadrlikim, ish qizitadigan undaq bir saymon yo'q. İşini o'zing qizitsa, qamlashtiramsan, kimdan ko'rsa uni? Xitoyga qarshi kurash qilganingning haqida Xitoyga qarshi qo'lingdan kelishicha bir ishlarni qilaver. Oxiri saviyanga xalq cho'qim qoyil bo'ladi. Bütün kuchingni hukumatga qarshi kurash qildigan qanday inqilobchisan, qanday vatanparvarsan, qanday millatchisan. Teqi qilgan ishingning tayini yo'q, yurtvozlik vabosini yeyishga tirishyapsan. Niyatingga qanday ishonch qilsak bo'ladi? Bir millatchi, bir vatanparvar, u yurt, bu yurt deganni qanday petinib, qandan vijdon azoblanmay tilga oladi? Qanday vijdon bu? İşsiz etken vijdonmi? Ya eshakdasib etken vijdonmi? Bu pastkash gap qanday og'zingga petib Yerim asr ichida yer shari hayotlik sahnasidan tamamen o'chirilish qismati kutib turgan bir millatga xafaliq oz kelib, yurtvozlik derish kerakmi? Mushundaq nomussizlikqa yuzi chidaganlarni yana bu millatning davosini qiladi deb ishonish qanday aql? Bununla qartamız sükut qilganlarni nima desak bo'ladi? Aslida vijdon bo'lsa va millatga haqiqiy kuyunadigan bo'lsak, bundaq vabo virus terg'uvchilarni yo'ldan o'tgan chashqanni urg'i qolgan o'xshash. Tushma tushdan ayblab, la'natlab sharmandasini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Afsuski shaxsiyat. Menga qilmagandik. Yana biri odam cho'kirishga o'zini berishlagan qahramon avorilar haqidagi ta'siratim. Bu haqda gap qilish haqiqatan azobli qarindoshlar. Ash o'lim tuklarni muxotab qilib gap qilib o'tirishga majbur bo'layotganimizmi millatning bechoraligidir. Cho'kirish, e'tiborsizlashtirish kompaniyasida qahramonlarcha Armay talmay kurash qilayotgan avarlarmi? Nasr Napandimning degandek oldi bilan o'z eg'irligini bilgan bo'lsa, ondan o'zini ko'taraligidek torto'qiya oladi. Aps, o'z eg'irligini bilguchiligimi yo'q. O'z eg'irligini bilguchiligimi yo'q bo'lishi masalani texmi chidog'isiz echinishlik qilayotgan tarafdir. Sen o'zing kimsan? Sen meyli maddi, meyli manevi töhbillerin bo'lgan. Deyliki bir bina uchun bir xish qo'yganchilik bir ishing bo'lgan va bu töhbillerin aşı obro'ysizlantirishga tirishayotgan obyektlardan ko'proq bo'lgan bo'lsa-edi, cho'kirishlaringni bir jihatdan yo'lliq qiladi. Sharmandalik shu yerdaki, o'zing bir hech Şundaq turib, qay salohiyat bilan boshqalarni baholamoqchi? Aqlsiz manqurt. Bu haqda Karnig xuddi shunga o'xshash bir so'zni qilibdi. Biz qay salohiyatimiz bilan bir necha parcha maqola o'qib yoki bir necha kitob o'qiblar insonlarga baho beradiganni haqqa ega bo'lamiz? Karnagning gapi bu. Shunisi
Bizdeki baha vergiciler, bahalıgıcılar bir neçe kitapni okup bakmaganlar. Bunun qat'iy ishonimi. Naqadar kattalık, okumay alim bolgan kiygizchilar. Qarindoshlar, her gapga, her töhmet, her hikoyaga balalarcha ishonib qoladigan qarindoshlarim. Diqqat qilinglar. Kasbiy tillamchilar, kasbiy töhmetchilarga diqqat qilinglar. Ularning töhmetlariga ishonishdan burun pok talab qilishni bilinglar. Bek yo'g'on sondagi pulning gaplariga qarata faqat shuni danglar. Shuni so'ranglar yoki. O açanның kesip kılıp tapkan kirimidan bir azını hükümetke acırtıp dikenma, dep sorusanlar lan bulup. Hazırkı muhaciret cemiyetimizde kütürülüvatkan bu xil töhmet, qara çaplaşlar arkalık oturdu görüngen azraklı itibarı olgan, tahtı olgan buğday var ya, tek şey. Bazıları şunun için sen igizrak çıkıp kalıdım, darak igiz çıkıp kalıdım. Xudu şunun oxşaş. Oturdu körüngen azraklı itibarı bolgan her şahsni yoki her teşekkülni nölge aylandırıp ötüşnün paydası kimge boladiganligini obdarak idrak qilib, anın yağışınasılı. Anın yağı ägişasılı bu töhmetlerge. İlgirki videolardan biride degendim, teşkillenişinin mumusi nopuzdur. Bu mening sözüm emas. Friedrich Engels'nin nopuz doğrusida degan maqalasidagi açqışlıq söz. Nopuz bo'lmasa teşkilleniş mümkün emas degan Engels. Uyg'urlardagi teşkilsizlikning sababi nima bo'lgan bo'ldi shunda olganda? Umum itiraflaygan nopuz. Hatta bir bölük adamlar tarafidan itiraf qilingan nopuzning umum bo'lmasligidir. Nopuz sundirish resmenlikimiz bo'libmi buni o'ziga kasb qilib olgan bir qism zo'g'iylar, manqurtlar taraf manfaati uchun hech nomus qilmasdan, hech tatinmasdan foyda ziyon haqida hech o'ylag'uchiligi bo'lmaganlikdan beshini azroqli ko'targanning yuziga po'qchichib, tuhmat to'qib, sesitib, kim uchun xizmat qilayotganligini, bu ishlarning kimga yaraydiganligini tafakkur qilishinglarni umid qilaman. Bugun shu o'xshamagan mazmun, o'xshamagan nuqtalardagi bo'lak ta'sirotlarimning to'planmasini habisinglar bilan o'rtoqlashdim. Buguncha shu yetar qarindoshlar. Zarur bo'lsa kelgusida yana to'xtalamiz. Hammanglarga Allohning güzel salamları olsun yana. Hammanglarni Allohga topshirdim. Bu Ramazonda bu bechora millatning qismatiga, taqdiriga, kelgusiga ko'proq duo qilasizlar. Ve kasbiy tillamchilar, töhmetchilarga beddua qilasizlar qarindoshlar. Millatning badanidagi o'sma Allah. Xeyr xoş. Yani bir qatim görüşkiç Allah'a emanet.